Taqsir. Bu kishi bizni ayolimiz. Bir voqea sodir bo'ldi. Xo'sh. Kechasi haligi uyquda men bilmasdan emib qo'yibman. Astagfirullah. Emib qo'yibsiz? Ha, taqsir. Ha. Shunaqami, singlim? Ha, rost. Tavba. Sizga chakki bo'pti-yu. Lekin bu ishga bunday qaraydigan bo'lsak, unchalik vahimali emas. Taqsir. Bu ish uyquda bo'lgan. Nochigim, muqaddas kitoblarda yozilishicha, ayolning a'zolarini onaning a'zolariga taqqoslashning o'zi ham gunohi azim ekan. Sizlarning o'rtangizda bo'lgan masala esa undan 10 chandon og'irroq. Demak, sizlar er-xotin emas, ona bola bo'libsiz. Nima? Ona bola bo'libmiz?